Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana biz pena beton quyishda davom etmoqdamiz. Hozirda Andijon viloyati Baliqchi tumanida quyapmiz. Hozir xudo xolasa mana ishlarimiz xudo xolasa mana kattalarga ham yoqib bir chiroyli bo'lib chiqyapti. Mana xudo xolasa bundan sichqon kalamishlar o'tmaydi, tomda g'ur-g'ur qilib uyquni buzmaydi. Juda chiroyli, ham salqin bo'ladi. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi xudo xolasa. İşlarimizga garantiya beramiz. Bemalol pastda nomerlar qoldiramiz, xudo xolasa bog'lanishingiz mumkin. Aka, bu necha yildan beri quyilyapti bu narsalar? 4 yil 5 yildan beri mana xudo xolasa ishlarimizga garantiya berib hammalari rahmat aytyaptilar. Bemalol xudo xolasa aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.